Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Bugungi ko'rib o'tadigan treydimiz. Bugun GXT modeli bo'yicha treyd qilaman. Sizlar bu bilan menimcha yaxshigina tanishgansizlar. Xo'sh, bizda daily 8 M30 и M5 sekvensiyalar bor edi, то есть последовательностьlar. Buni men X, то есть Twitter profilimga qo'yib qo'yganman. Xo'sh, qanaqa bo'lgandi? Aslida o'zi bunday qilamiz, o'tishaylik. Xo'sh, bizda ko'rishimiz mumkinki, mana bu Cerebro bilan mana bu joyda bizda SMT berilgan. SMT berilgan va undan oldingi svechimizda buni tozalab bizga continuation, то есть continuation candle hosil qilgan. Bu candleni hosil qilingandan keyin men ikkinchi bo'lib ishlaydigan targetlarim bu PDH birinchisi. Mana bu joydagi yaqin likvidnost dedi. Men просто yaqin likvidnostgacha ishlamadim. PDH ni o'zida safe chiqib ketdim. Menga yetarli narsa edi. Xo'sh, buni olib tashlaymiz. Yana qo'yaylik, tushunarli bo'lish uchun. Xo'sh, daily'da bizda o'sha konfirm bor edi, чтобы mana bu candle yopilishi, то есть bu mana bu joydan mana bu joygacha yopilishidan ochilgan, то есть oldingi kunda lowgacha men equilibrium tortaman. Qaysi payti meni daily buy'sim, то есть daily nima desam bo'ladi? Daily направлением, narrativim o'zgarishi mumkin, yoki bo'lmasa invalidatsiya bo'lishi mumkin, чтобы PDH ni olishini. Qachonki mana bu nima, просто men bu lowga tushib, mana shu lowga kelib qolsa, nima uchun deydigan bo'lsak, bizda daily candle hosil bo'lishiga qaraylik, ochilyapti, то есть o'rtada bitta gap bor bizda, то есть volume imbalance ochilyapti, ochilib mana buni 0.5 ga boryapti. Agar buni fitili juda ham pastga tushib ketsa, orqaga qaytib kelish, то есть men PDH ni olish nimamiz juda kamayib qolardi. Nima uchun deydigan bo'lsak, bizda просто bu uspet qilmay qolardi. Narx pastga bu yoqqa tushib, ham tipaga expansion olish uchun juda ham qiyin bo'lib qolardi. O'shaning uchun ham menda invalidatsiya mana shu bo'ldi, lekin invalidatsiyaga borib bermadi. Xo'sh, H4 ga o'tadigan bo'lsak, menda key levelim bor. Mana bu ichki likvidnost plus H4 va mana bu yerda men ko'rishim mumkin SMT hosil bo'ldi. Bu joyda hozir ko'ramiz. Mana bu 10.00 ko'rishimiz mumkin. Mana bu ham 10.00. Va mana bu ko'rishimiz mumkin oq yopilyapti, ammo mana bu esa qora yopilyapti. Xo'sh, mana bu joyda PSP'miz bor edi. Xo'sh, undan keyin bizning high'imizda mana bu joyimizda ichki likvidnost bor edi. Yerilar. Tashqi likvidnost. То есть mana bu ichki likvidnostga to'g'ri keladi. Mana bu ichki likvidnost, bu tashqi likvidnostga to'g'ri keladi. Men bu joyda universalniy GXT universalniy modeli bo'lib yopildi. 10.00 da men continuation kutdim, чтобы men bu tashqi likvidnostgacha ishlash uchun. Xo'sh, H4 menimcha понятный. Menda profil bor edi. Daily'da narrativim biosim bor. H4 da narrativ plus profilim bor. H4 profilim. То есть bu New York reversal olib, tam tashqi likvidnostga chiqib beryapti o'sha narsa. Va M30 da men в принципе silani o'zgarishini kutdim. То есть bizda agressivniyroq qaysi edi? Men bu edi. Bu o'zi 930 da yechib qo'ydi. How euro ham orqada edi. Men 930 da men bu yerda edi. Ko'rishimiz mumkin. Men bu joyda menda SMT berdi. Ham men bu joyda menda PSP bor. PSP SMT PSP ni tasdiqladi mana shu joyda. Va men keyingi candledan, o'zi mana bu candledan, 10.00 candledan kirdim. Bu yerda noto'g'ri ko'rsatib qo'ymishim. Yopilishidan kirdim. Xo'sh, qanaqa qilib bo'lsa desanglar, mana bu joyda men CICD berdi birinchisi. Men bir yerda berilgan. Men buni o'chirib tashlayman. Bir mana bu joyda berildi. Ikkinchi CICD'miz mana bu yerda berildi va men ikkinchisidan
mana shu logodan mana bu joydan mana shu joydan stopni mana buni tanasini o'ziga qo'yib, tekni 2,5 RR fiksirovanный qo'yib olib chiqib ketdim. Hammaga rahmat. Bugungi treyderimiz shu edi. Sizlarni keyingi treyderlardan kutib qolamiz. X va YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutmang.